Bobur dilbar shaxs, uyg'onish davri hukmdorining haqiqiy namunasidir. Uning Hindistonga kelishi tufayli Hindistonda buyuk o'zgarishlar sodir bo'ldi. San'atda, hayotda, me'morchilikda va madaniyatning boshqa sohalarida yangicha taraqqiyot yuz berdi. Javohirlal Nehru. Zahiriddin Muhammad Bobur buyuk shoir, qomusiy olim, davlat arbobi va mohir sarkarda sifatida dunyoda ma'lum va mashhurdir. Uning bebaho ilmiy ijodiy merosi nafaqat o'zbek adabiyoti, balki jahon adabiyoti tarixida ham salmoqli o'rniga ega. Zahiriddin Muhammad Bobur, Boburnoma, tarixiy biografik asar. Boburnoma asari o'zbek adabiyotining noyob durdonalaridan biri. Unda O'rta Osiyo, Afg'oniston, Hindiston tarixi, geografiyasi, madaniyati, san'atiga oid qimmatli ma'lumotlar jamlangan bo'lib, bu asar qomusiy ahamiyatga ega. Mazkur asar muallif tilidan hikoya qilingan bo'lib, o'sha davr o'zbek adabiy tilining yorqin namunasi sifatida ham yanada ahamiyatlidir. Kitob keng kitobxonlar ommasiga mo'ljallangan. Zahiriddin Muhammad Bobur har kimki vafo qilsa. G'azallar, ruboiylar, qit'alar, fardlar. Bobur sarkarda shoh sifatida Boburiylar sulolasiga asos solgan bo'lsa, shoir, olim sifatida o'zbek adabiyotini o'zining ulkan merosi bilan boyitdi. Bizgacha uning Boburnoma asaridan tashqari juda ko'p g'azallari, ruboiylari, qit'a va fardlari yetib kelgan. Mazkur kitobda Boburning eng sara, go'zal, she'riy asarlari jamlangan bo'lib, unda insonparvarlik, vatanga sadoqat, yor vasli, ayriliq damlari, hijron azoblari mohirona va go'zal tasvirlangan bo'lib, beixtiyor kitobxonni o'ziga jalb etadi. Har kimki vafo qilsa, vafo topqusidir. Har kimki jafo qilsa, jafo topqusidir. Yaxshi kishi ko'rmagay, yomonlik hargiz. Har kimki yomon bo'lsa, jazo topqusidir. Pirimqul Qodirov, Yulduzli tunlar, Bobur, tarixiy roman. Asarda Bobur Mirzoning hayoti va faoliyati tasvirlangan. Ushbu murakkab va ulkan shaxsning tarix sahnasiga chiqqan kundan boshlab to umrining oxirigacha bo'lgan salkam 40 yillik faoliyati, oilaviy muhiti, shoir sifatida ma'naviy dunyoqarashi, sarkarda shoh sifatida esa olib borgan faoliyati yoritib berilgan. Shuningdek, ushbu asarda yozuvchi 15-asrning oxiri va 16-asrning boshlarida O'rta Osiyo, Hindiston, Afg'onistonda kechgan tarixiy jarayonlarni haqqoniy gavdalantirib bergan. Aziz o'quvchi, Zahiriddin Muhammad Bobur hayoti va faoliyati bilan yaqindan tanishishni istasangiz, Toshkent shahar Bilim Axborot kutubxona markaziga tashrif buyuring va albatta ushbu kitoblarni mutolaa qiling.